bu kishim Shuhrat akam muxlislari ko'p ekan. Hozir shunaqangi maktublar keldi. İnternet portlab ketdi. Men orqada turibman, muxlislarim ham bitta. Men turibman orqada. Shogirdsiz, Shuhrat aka. Mana muxlislari ham shogirdlarim. Yaxshiligi. Boyaga ashula gaplashdi, o'sha gap. Shuhrat aka aytmasalar bo'ldi, uxlamaysizmi, kelib qo'shig'imdan ayrilib qoldim deb yurmasangiz bo'ldi. Ha. Ya birgalashib aytaveramiz. Yozgan ekansiz, bir necha yil oldi. Rosa mashhur bo'lgan ekan, shuni so'rashyapti xalq. Hozir endi shu yerda shu ustozlardan gap bo'lib qoldi. Bizda o'shda ustozlar ko'p. Rasuljon akam bor, xalq artisti. Hamidullo akam bor, Matxoliqov, Dilshod aka Azimov biz ustozlarimiz. Hamda Muhammad Karim akam Soyipov. Alloh rahmatli o'tgan. Voy Alamjon, voy Alam. Voy Alamjonda aytgan, ilohim shu ustozimizni oxiratlari obod bo'lsin. Shu ustozni xotirasiga atalgan bitta qo'shiq bor. Shu qo'shiqni aytib beraman. Marhamat. Bizni shu yerga olib kelgan Dilmurodjon akamga rahmat deymiz hammamiz. Boringizga shukr, rahmat. Qani Shuhratga keling. Vayron etdi yana o'tli dardlarim, chunki olamdan o'tdi ustoz Muhammad Karim. Ko'nglimni vayron etdi yana o'tli dardlarim, chunki olamdan o'tdi ustoz Muhammad Karim. Tog'dek ko'ngli bor edi, suyangani tor edi. Tog'dek ko'ngli bor edi, suyangani tor edi. Qo'shiqqa ham kor edi ustoz Muhammad Karim. Qo'shiqqa ham kor edi ustoz Muhammad Karim. Yig'lang nodirajonlar, yig'lang shoirajonlar. Yig'lang nodirajonlar, yig'lang shoirajonlar. Yosh ketdi qadrdonlar ustoz Muhammad Karim. Yosh ketdi qadrdonlar ustoz Muhammad Karim. Yüreğin suday, göz yaşları aktı tilmay. Kettiler vidalaşmay, ustoz Muhammad Karim. Sözle beraber eylediler navalar, yetmedi mi havalar ustoz Muhammad Karim. Kalbi edi, mert edi, kalbini qayg'u edi. Kalbi edi, mert edi, kalbini qayg'u edi. Jannatga bo'ling endi ustoz Muhammad Karim. Jannatga bo'ling endi ustoz Muhammad Karim. Ko'nglimni vayron etdi yana o'tli dardlarim,
Chunki olamdan o'tdi ustoz Muhammad Karim, ustoz Muhammad Karim, ustoz Muhammad Karim. Gap bo'lishi mumkin emas. Alloh Tasanno. rahmat qilsin ustozlarni. Juda ko'p ustozlar o'tib ketishdi, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Zo'r telekanalda mana shu ijodkorlar, ustozlar bir qancha chiqishlar qilishgan. Tarix bo'lib qoladi endi. Masalan, shu insonlar bilan biz zamondosh bo'lganmiz, ishonmasligi mumkin. Shu insonlar ko'rganmiz ham.